Hammangizga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan Rocky Craft bo'layapti. Bugun sizlar bilan ana bu o'zim yasagan uyimni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Birinchi tashqarisini ko'ramiz. Tashqarisida fontan, aniq dam oladigan joy va ko'l bor. Aniq qayer? Bu yer arqon tortish o'yin, arqon tortishga. Bu yer cho'milishga basseyn. Aniq haligi sok tayyorlaydigan joy. Ana bular havoda uchib turibdi. Aniq haligi agarot. Tashqarisini ko'rib bo'ldik, endi ichkarisini ko'ramiz. Bu yer musiqa tinglaydigan joy, musiqa eshitadigan joy. Bu yer esa bu yer oshxona. Ana bu yerda ko'katlar, o'simliklar, ana yerda kola tayyorlayman. Pepsi tayyorlayman, arsi kola tayyorlayman. Ana yerda sandiqlar, ichida hech nima yo'q, hammasi shunday. Ana yer verstak va pechka joyi. Ana yer yotoqxona. Ana bu sandiq, temir, ana bunaqa temir tekizlaydigan kutubxona va sumka. Ana yer meni yotoqxonam va ana bu meni do'stlarimni, o'rtoqlarimni yotoqxonasi. Bu yerda ham shu narsalar. Bu yerda choy ichaman ertalab turib. Shu edi bizning videomiz. Hammangizga xayr. Sog' bo'ling. Kanalga obuna bo'linglar. Undan oldin bitta narsani ko'rsatishim kerak sizlarga. Menda sekretniy joy bor. Podval. Aytmoqchilik, podvalni ko'rsatmadim sizlarga. Ana yer podval. Mayli. O'zi tushish kerak ekan. Anaka podval. Bu holat chuqur ketadi, shunga oxirigacha bormayman. Baribir hech nima yo'q. Biron nima qo'yishim kerak bu yerga. Ana yerda soat bor. Shun bilan videomiz shundan iborat edi. Hammangizga xayr, sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'linglar.